Qadrdonlar, bugun bizda biroz noodatiy video bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki bugun biz uy emas, ya'ni Nijiloy kompleksi obzorini qilib o'tamiz. Joylashuvga keladigan bo'lsak, juda ham ideal joyda joylashgan. Nimaga unaqa deyapman? Chunki shunaqqina yo'lingiz, odam ham gavjum, mashinalar ham gavjum. Bu yoqda ham, bu tarafda ham bozor mavjud ekan, shu TTZ bozori. Manzilni tushuntirib o'taman. Mirzo Ulug'bek tumani TTZda joylashgan bo'ladi. Bu yoq tarafingiz bu ikki yo'li metrodan tushib ko'rish va shunaqqina Oqtepalar to'g'risida joylashgan. Mana shu ko'rib turgan dominani birinchi etajda o'tga bemalol turli xil benzinlarni qilsanglar bo'ladi, chunki shunaqa chorrahani o'rtasida apteka deysizlarmi, magazin yoki ofis sifatida ishlatasizlarmi, xullas juda ham ko'p variantlar bor. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar va albatta like bosib o'tinglar. Men sizlarga polniy obzorni qilib tushuntirib beraman. Ha, hali remont ishlari davom ettirilayotgan ekan. Xullas, qadrdonlar, uyimizning ichki qismiga kirib oldik. Mana bu derazalar boya tashqaridan ko'rsatgan derazam. Bu yerda albatta eshik ochiladi tashqari tarafga qarab. Endi uyimizning ichki qismini tushuntiradigan bo'lsam, ko'rib turibsizlar, uyimizda remont ishlari davom ettirilyapti. Endi sizlar kelguningizcha Yevroremontdan chiqazib qo'yiladi, barcha sharoitlar qilib beriladi. Bu yoq tarafga o'sha sanuzel deysizlarmi, yoki bu yoqdan xonaga ajratsanglar ham bo'ladi. Ko'rib turinglar mumkin, orqa tarafga qaragan ikkita derazalari ham mavjud bo'ladi. Xullas, kelguningizcha remont ishlari umumiy bitkazilib, tayyor holatda bo'ladi. Shundoq kelib benzinlarni davom ettirsanglar bo'ladi. Endi videoni eng qiziq joyiga keladigan bo'lsa, ya'ni narxiga. O'zi bilasizlar, Mirzo Ulug'bek rayoni qimmatroq, o'shanga yarasha narxlari ham qimmatroq bo'ladi. Ko'chada surishtirdik, 3,5 ming, 4 mingdan kvadrat metri bor ekan. Lekin uy egalari 2,5 mingdan sanashsa beraveramiz deyishyapti. Endi pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman, bizning nomimizdan chiqsanglar, albatta kelishtirib berishadi.